Olimpiada 7-iyuldan 24-avgustgacha o'tkazilgan bo'lib, unda poytaxtimizdagi maktablardan 1-11 sinf o'quvchilari qatnashdi. Yakuniy bosqichda har bir sinf kesimida 10 nafardan g'olib aniqlandi. Har bir sinf bo'yicha 1-11 sinflar o'rtasida bo'lib o'tgan matematika hamda ingliz tili fanlaridan bo'lib o'tgan olimpiadada eng iqtidorli o'quvchilar saralanib, taqdirlanyapti. Bu olimpiadada o'sha o'quvchilarni bilimlarini mustahkamlash, takrorlash uchun Testbor.uz loyihasi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus algoritm asosida ishlangan saytda bo'lib o'tgan. Bu olimpiadani o'sha tizimli davom ettirish maqsadida bugundan o'sha Toshkent shahar hokimi ligasi tashkil etilyapti. Bunga bugundan start berilyapti. Bunda o'sha o'quvchilar har kuni kirib, o'z ustida ishlab savollarga javob berib boradi va o'sha muddat yakunlangandan so'ng offlayn tarzda yana final bosqichi bo'lib o'tadi. Testbor.uz platformasi 2 yil bo'ldi ishga tushganiga. Hozirda 300 mingdan ortiq foydalanuvchi bevosita o'sha foydalanib kelmoqda. Platforma o'sha 3 ta tilda, o'zbek, rus, ingliz tillarida faoliyat yuritmoqda. Olimpiadada matematika va ingliz tili fanlari bo'yicha 17 mingdan ortiq o'quvchi ishtirok etdi. 1100 nafar o'quvchi final bosqichiga yetib keldi va 100 nafardan ortiq o'quvchi mutlaq g'olib deb topildi. Bugun ularga esdalik sovg'alari va sertifikatlar topshirilmoqda. Islom Prepulov taqdirlanadi. Mana endi 9-sinf kesimida biz g'oliblarni taqdirlaymiz. Birinchi o'ringa 2 ball yetmay qoldi. Ozgina shoshganim uchun deb o'ylayman va o'zim natijamdan qoniqdim. Kelgusida Xudo xohlasa chet eldan ta'lim olish niyatim bor. AQShning eng nufuzli universitetlariga Xudo xohlasa 100% grant bilan kirish bu orzu va bu maqsad desam ham bo'ladi. Maktab darslaridan sal ozgina qiyinroq bo'ldi, chunki maktab darslarida unchalik qiyin mavzular o'tilmaydi. Keyin u yerda hisoblash kerak edi, o'tirib yaxshilab qiyin misollarni ham hisoblab chiqish kerak edi. Bu olimpiadani birinchi va ikkinchi bosqichi onlayn tarzda, uchinchisi esa offlayn tarzda bo'lib o'tdi, Turin Politexnika universitetida. Va bu olimpiadadan faxrli o'rinni egallab, so'zlarimni ishonchini oqladim. Savollar juda ham qiziq, ya'niki ular faqat formulaga asoslanmagan, ya'ni sizdan fikrlashingizni talab qiladi uni yetish uchun va shu jihat ham menga juda ham yoqdi. Ya'ni oddiy testlar emas, fikrlashni talab qiladigan testlar bo'ldi. Men 10-sinflar o'rtasida o'tkazilgan Toshkent shahar hokimligi a'lochisi olimpiadasi 2-o'rinda egalladim. Savollar juda ham qiziq va 10-sinfda o'tilgan barcha mavzular, o'sha o'tilgan barcha qiziqarli masalalarni o'z ichiga oladi. G'oliblar mukofotlandi. 1-o'rin sohiblariga kompyuter, 2-o'rin planshet, 3-o'rin egalariga telefon topshirildi. Shuningdek, 4-o'rindan 10-o'ringacha bo'lgan o'quvchilar ham rag'batlantirildi. Eng yuqori natijalarga erishgan o'quvchilarning ustozlariga kompyuterlar topshirildi. 2005-yildan buyon boshlang'ich ta'lim yo'nalishida ustozlik qilaman. O'quvchi mana shu tanlovda qatnashib, faxrli 1-o'rinni egalladi. Mana shu bolalarni fanni sevishga o'rgatish. Doimo 1-o'rinda deyman, shu bolalarimizni matematikani sevishi kerak va ko'proq shug'ullanish kerak bolalar. Nechta o'quvchingiz qatnashdi olimpiadada? Bitta o'quvchim qatnashib, tanlovda, doimiy tanlovlarda qatnashib keladi bu o'quvchim. O'zi juda ham faol o'quvchi. Bu tanlovlardan boshqa tanlovlarda ham qatnashib, faxrli o'rinlarda egallab kelgan doimiy. Bitta tanlov bilan chegaralanib qolmagan. Hamma tanlovlarda mana shu 1-bosqichda oliy o'rinlarda yuradi. Faxrlanaman bu o'quvchim bilan. Bu kabi loyihalar yoshlarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni yangi marralarga boshlaydi. Zokir Mo'minov, Salohiddin Ro'zimov bugun dastur uchun